İkinci bab. Qarindoshlar, Rabbimiz Ayşo Masihning qaytib keldigan hamda bizning uning bilan bir yerga jam bo'ldigan kunimiz to'g'risida sizlardan shuni o'tinib so'raymizki, agar sizlar Rabbimizning qaytib keldigan kuni yetib keldi degan so'zni anglasanglar, o'diqib ketmanglar. Qo'rqibmi ketmanglar. Bundaq so'zni qilg'uvchilar mayli uni Xudodan kelgan vahiydan yoki boshqalarning ta'limidan angildik yoki bo'lmasa bizning nomimizda yozilgan xatlardan ko'rdik deysimu, uningga ishonmanglar. Har qanday odam, har qanday usul bilan sizlarni aldab ketmasin. Chunki oxir zamonda Xudoga qarshi cho'ng to'plan yuz bermigucha va mangulik halokatga mahkum qilinguchi, ya'ni Xudoga qarshi chiquvchi oshkorlanmaguncha bu kun yetib kelmaydi. Xudoga qarshi chiquvchi, Xudo deb atalgan yoki kishilar cho'qingan narsaning hammasiga qarshi chiqib, o'zini hammadan ustun qilib ko'rsatdi. Hatto Xudoning ibodatxonasida o'ltirib, o'zini Xudo deb jakarlaydi. Bularni men sizlar bilan birga bo'lgan vaqtimda aytganligim esinglarda bormi? Xudoga qarshi chiquvchining oshkorlanishini hozirgacha nimaning to'sib turayotganligini bilasizlar. U faqat Xudo belgilagan vaqtda oshkorlanadi. Shaytonning kuchi allaqachon yoshirin harakat qilishga boshladi. Lekin bu kuchni to'sib kelayotgan to'salg'u yo'tkilib yetilgandan keyinla Xudoga qarshi chiquvchi oshkorlanadi. Rabbimiz Ayşo Masih bo'lsa, uni bir eg'iz so'z bilanla halok qilib yetdi va yer yuziga kelgandiki porloq nuri bilan uni yo'qotdi. Xudoga qarshi chiquvchi shaytonning kuchi bilan kelib, har xil kuch, qudrat, odam ozdirdigan mo'jiza va karomatlarni ko'rsatdi hamda mangulik halokatga yuzlanganlarni ozdirish uchun har xil hiyla mikrlarni ishlatdi. Ular mangu halok bo'lish oldida turibdi. Chunki ular o'zlarini qutqizishga yetaklaydigan haqiqatni qabul qilmaydi. Shu sababdan Xudo ularga haqiqatdan chatnadigan bir kuch avatidi. Buning bilan ular yolg'on gaplarga ishonadi. Natijada haqiqatga ishonmay, yomon ishlarni qilishni yaxshi ko'rdiganlarning hammasi jazoga mahkum qilindi. Ey Rabbimiz so'ygan qarindoshlar, sizlar uchun har doim Xudoga shukr etishni burchimiz deb bilamiz. Sababi sizlarning muqaddas ruh tarafidan pok qilinishinglar va haqiqatga ishonishinglar orqali Xudo sizlarni qutqizishga oldin tanladi. Xudo sizlarni Rabbimiz Ayşo Masihning shon sharifiga ega qilish uchun biz yetkazgan xush xabar orqali qutqizilishga chaqirdi. Shuning uchun qarindoshlar, e'tiqodinglarda qat'iy tavranmanglar. Biz sizlarga egizcha yoki xat orqali yetkazgan ta'limda chin turinglar. Rabbimiz Ayşo Masih va bizga mehr muhabbat ko'rsatgan o'zining mehr shafqati bilan mangulik rag'bat ham go'zal umid ato qilgan Xudo otimiz sizlarni rag'batlantirgay hamda sizlarga barliq yaxshi ish, yaxshi so'zlarni qilishga kuch qudrat bergay.